Ayol kuchsiz emas. U shunchaki og'riqni ko'rsatmaydi. U kuladi. Chunki yig'lasa hech kim tushunmasligini biladi. U sabr qiladi. Ketishdan ko'ra chidashni oson deb o'ylaydi. Ayolning qalbi chuqur. U bir marta sevadimi oxirigacha. Bir marta ishonadimi butun borlig'i bilan. Lekin bir marta sinadimi, u o'zini o'zligini yo'qotgan ayol bo'lib qolmaydi. Ayol charchaganda ham kuchli ko'rinadi. Chunki unga zaif bo'lishga ruxsat berilmagan. U ko'p narsani ichiga yutadi. So'zlarni, og'riqlarni, xafagarchiliklarni va bir kun jim bo'lib qoladi. Eng qo'rqinchlisi ham shu ayolning jimligi. Chunki u gapirmay qo'yganda, u allaqachon ichidagi qarorlarni qabul qilgan bo'ladi. Ayol ketganda shunchaki ketmaydi. U ketganda o'zi bilan mehrni ham olib ketadi. Shuni unutmang.